Assalomu alaykum qadrdonlar. Atrobotga pechkalarni hozir Buxoroga 20 ta taxlab qo'yganmiz. Xudo xolasa ertaga birma-bir hammasini o'z egasiga topshiramiz. O'zimiz borib, yonishini, ma'lumotlarini aytib ketamiz. Ko'pchilik mendan Atrobotga pechkani kattarog'ini so'ragandi. Teplitsalarga yoki kvadrat katta ustaxona sexlarga. Xullas mana yangicha fasondagisi chiqdi. Baquvvati. Xullas 10 ga 10 profil bo'lyapti. 2,5 stenkaligi. Mana bu tomoni ham, trubalari ham qalin uchligidan qo'yilgan. Hozir men sizlarga bu pechkani yoqilishini ko'rsatib o'tib ketaman. Juda ham oddiy bu. Ko'pchilik so'rayapti, qanday yoqamiz deb. Mana ochilishi, mana buni ichiga adashmasam 3 litrdan ziyod, почти 4 litrlar ketadi. Yomkisini ham kattaroq qilganmiz. Olovda kuymaydigan kraskadan qilib chiqqanmiz hamma joyini. Buni udobli tomoni olib, yuvib, tozalab, xullas yana qaytarib qo'ysa bo'ladigan syomni qilganmiz. Xo'sh, mana bu ichidagisini olamiz. Hozir mana Penaplex dan tashlaganman. Qog'ozmi, xullas ozroq o'tinmi, nima bo'lsa tashlaysizlar, boshiga yoqib olishga, xullas mana bunaqa rastvaritelmi, benzinmi, solyarka mana shunaqa narsadan ozgina qo'shamizda. Xo'sh, bunga mana solamiz Atrobotkani. Atrobotkadan ozgina solamiz. Xo'sh. Mana oddiy Atrobotka ichiga solganmiz. Xo'sh. Mana endi uni bir yoqib olamiz. Xo'sh. Mana yoqdik. Xullas buni ichiga tiqamiz. Mana ichiga tiqdik. Mana endi xo'sh, Atrobotkani ko'payib ketdi. Ozgina tomchilasa bizga bo'ladi. Yonib olguncha salgina ko'proq ochamiz. Qizigandan keyin o'shanga qarab rasxod qilaveramiz. Xo'sh. Buni tepasiga qo'yamiz. Mana alohida yaqinroq olib keling. Xullas ko'pchilik buni uyga qo'yapti, menga savol beryapti. Xo'sh, uyda dutamaydimi, qora duti ugori chiqmaydimi deb. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Hech qanaqa ugor yo'q, qora duti yo'q. Именно sizlar mana bu Atrobotkani hidi, yog'di hidi kelib turadi, lekin mana uylarga ham bemalol qo'ysa bo'ladi. Mana alov yonyapti, hammomga, banyalarga juda ham zo'r o'qiydi. Xo'sh, mana ligrovkasi bor. Buni qancha orqaga tortsanglar, o'shancha havo olib, yonishi yaxshiroq bo'ladi. Mana Atrobotkani salgina kamaytiramiz, tomchilatib qo'yamiz. Xullas buni qancha ko'p ochsanglar, qizarish holatigacha yoqadi. Bemalol mana buni 100 kvadratgacha isitsa bo'ladi. Buni narxi 700 ming so'm. Mana bu tomonda 400 minglik varianti bor. Salgina kichkinaroq. Buni 8 ga 4 profillardan ishlab chiqqanmiz. Mana bu 500 mingligi esa 500 mingligi 10 ga 5 profildan ishlab chiqilgan. Bu o'tda yonmaydigan, kuymaydigan kraskadan, ogneuporniy kraskadan qilingan. Mana bular kraskasi bilan 550 ming so'm uzoq yaqiniga qarab dastavkasi qo'shiladi. Xullas dastavkamiz O'zbekistonning 12 ta viloyatiga bor. Kimga mana shunaqa pechkalar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.